هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am 153. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-An'am suresi 153. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. To'g'ri yo'lga ergishishga buyurish va xato yo'llardan to'sish to'g'risida. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın Allah Teala'nın noto'g'ri yo'llardan mangmanglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi va sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tafriqchilik qilmanglar degandek oyatlarning ma'nosi haqida Allah mu'min bandalarini birlashishga buyurdi. Ularni ixtiloflashish, bilgunchilik qilishdan to'sdi. Ularga ilgari o'tgan kishilarni faqat Allohning dini to'g'risida jidal majra, talash tortishlarni qilganligi uchunla o'zining ularni halok qilganligidan xabar berdi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatlarning ma'nosini Mujohid va boshqalar shuningdek bayon qildi. İmam Ahmed Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qo'li bilan yerga bir tuz siziq sizib, bu Allohning to'g'ri yo'lidir dedi. Ondan o siziqning o'ng so'l tarafiga siziqlarni sizib, bu yo'llarning har birida uning kirishga chaqirib turadigan shayton bor yo'llardir dedi. Deb, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Hakimmi shundoq rivoyat qildi. Shundoq rivoyat qilgan. Imom Ahmad ibn Humayd Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom oldidagi yerga bir siziq sizib, bu Allohning yo'lidir dedi. Ondan u siziqning o'ng so'l tarafiga ikkidan siziq sizib, bu shaytonning yo'llaridir dedi. Ondan qo'lini o'ttirsidagi siziqning ustiga qo'yib, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatni o'qidi. Ibn Jarir mundaq rivoyat qildi. Bir kishi Ibn Mas'uddan tuz yo'l degan nima deb so'radi. Ibn Mas'ud, o tuz yo'l biz Muhammad alayhissalomdan uning ustida ayrilgan, u yo'lning bir uchi jannatga tutishadigan, u yo'lning o'ng so'l taraflarida yo'ldan o'tgan odamlarni kirishiga chaqirib turadigan kichik yo'llari bo'lgan bir yo'ldir. Kimiki shu kichik yo'llarga kirib qolsa, o yo'llar uni do'zaxga yetkazadi. Kimiki tuz yo'lning ustida mangsa, o yo'l uni jannatga elib boradi deb Allah Teala'nın
Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi degan oyatini o'qidi. İmam Ahmad Navas ibn Sam'andan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'lga bir misol keltirdi. Bu misolning tafsiloti mundaqdir. Bir to'g'ri yo'l bo'lib, u to'g'ri yo'lning ikki tarafida ochilgan eshiklar bo'lgan tom bordir. Eshiklarga perdeler tortilgandir. Çoğun yolunun eshiginin oldida ey kishilar, hammanglar bu tuz yo'lga kiringlar, bölünüp ketmanglar deb to'g'lab turadigan birisi bordir. Yo'lning ustida yana bir chaqirg'uchi bordir. İnsan yo'lning ikki tarafidagi tomlarga bekitilgan eshiklarning birarsining perdesini ochmoqchi bo'lsa, yo'l ustidagi o chaqirg'uchi voy sana, onu içip salma. Eğer sen onu içip kalsan, onun içine kirip gitip kalısan deydi. Çoğun yol bolsa İslam'dır. İki tam bolsa Allah Teala'nın belgilep bergen belgilemeleridir. İşikler bolsa Allah Teala'nın aram kılıp çekligen işleridir. Çoğun yolunun işikinin oldudaki çakırgıcı bolsa Allah Teala'nın kitabı bulgan Kur'an-ı Kerim'dir. Yol üstüdeki çakırgıcı bolsa her bir Müslüman kişinin dilideki Allah Teala'nın nasihat kılgıcısıdır. Bu hadisni Nesai ve Tirmizi qatarlıqlarımı rivayet kılgan. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ya'ni Allohning yo'li mening yo'lim deb birlik uslub bilan xato yo'llar, noto'g'ri yo'llar deb ko'plik uslubi bilan keltirildi. Chunki haq degan birdir, noto'g'rilik ko'pdir. Haqning bir noto'g'rilikning ko'p bo'ladiganligini tövendeki oyatlardan mı ko'rib olg'ili bo'ladi. Allah mu'minlarning egisidir. Ularni küfrning zulmidan imonning yo'ruqligiga chiqirdi. Kafirlarning egisi şeytandır. Ularni imonning yo'ruqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqirdi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Ondan ular yani İsrail avlodi öz Rabbiga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musaga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nazil qilgan Qur'on mübarek kitaptır. Allah'ның rahmetini ümit qilg'uchilardan bo'lish uchun onunğa ergishinglar. Onunğa muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Tavrat bilan Qur'onni madhilash to'g'risida. Allah Teala Qur'onda bu mening to'g'ri yo'limdir, shu yo'lda meninglar degan oyatida Qur'onni maqtab o'tgan edi. Arqadanlar bu yerda Tavrat ve Tavrat berilgen peygamberni maqtab mundaq dedi. Musaga kitap, yani Tavrat ato qildik. Allah Teala köpligen o'rinlarda Qur'on bilan Tavratni bir yerde bayon qilib keldi. Tövendeki ayetlerde mu shundaq bayon qilgandir. Qur'ondan ilgari Musa'nın kitabı, yani Tavrat ehli canlığa peshvo ve rahmet idi. Bu Arap tilidagi kitaptır. İlgari kitaplarni tasdiq qilg'uchidir. İlgariki kitaplarni tasdiq qilg'uchidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki Musa ilib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitapni kim nazil qildi? O kitapni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yo'shirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalarni bildirdi.
bu Qur'onni Alloh nozil qildi. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nimishqa Musoga berilgan mo'jiza berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizani inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilguvchimiz dedi. Allah jinlar to'g'risida xabar bergan oyatidimi shundoq bayon qildi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan onundan ilgiriki kitoblarga uygun keladigan haq dinga ve to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanışıdık. Ondan ular, ya'ni İsrail avlodi öz Rabbiga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beriladigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Ya'ni biz Musoga u o'zining shariatida ehtiyojli bo'lgan hamma narsalarni to'liq o'z ichiga olgan Tavratni berdik. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: biz onun uchun Tavrat taxtlarına İsrail avlodi dinda muhtoj bo'lgan va'z nasihat, diniy ahkamlarning hammasini tafsili yozdik. Yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, ya'ni yaxshi amallarni qilgan, bizning buyruqlarimiz bo'yicha mangan va bizga bo'ysungan kishiga mukofot berish yuzidan biz Tavratni Musoga ato qildik. Yaxshi ish qilgan kishilarning mukofotining yaxshi bo'ladiganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. O'z vaqtida İbrahimni Robbi bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga: seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. İbrahim: mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah: mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Alloh taolaning ondan ular, ya'ni İsrail avlodi öz Rabbiga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik degan oyatida o'zining Musa alayhissalomga tushirgan kitobini madhiyaladi. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uningga ergishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Bu Qur'onga ergishishga qilingan bir da'vatdir. Alloh taolo bandalarini o'zining kitobiga qiziqtirdi. Ularni kitobni tushunishga, uningga amal qilishga va kishilarni uning ta'rifiga chaqirishga buyurdi. Allah Teala bandalarini o'zining kitobiga qiziqtirdi. Ularni kitobini tushunishga, uningga amal qilishga va kishilarni uning tarafiga chaqirishga buyurdi. Allah Teala o'zining kitobini uningga ergashgan va amal qilgan kishi uchun dunyo oxiratda barakatlik bo'ladiganligi bilan sifatladi. Chunki u kitob Alloh taolaning mahkam arg'amchisidir. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgariki ikki toifkilar
mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgariki ikki toifaga, ya'ni Yahudilar va Nasoralar kitob nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodil xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Rabbinglar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkar qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Qur'onning maxluqotlar ustidagi Allah Teala'nın pakiti ekanligi to'g'risida. İbn Jarir bu oyatning ma'nosi sizlarning faqat bizning ilgariki ikki toifaga, ya'ni Yahudilar va Nasoralar kitob nozil qilingan demasliginglar uchun biz bu kitobni tushirdik deganlikdir dedi. Yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ni nazil qilishi kishilarning iymon etganliklari uchun ko'rsatadigan bahona sabablariga yo'l qo'ymaslik uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Rabbimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, senin ayetleringe ergişettik ve müminlerden bulattık demaslikleri için seni ulağa peygamber kılıp evettik. Ularning okugan kitaplarından bizning zadil haberimiz yok demaslikinglar uchundir. Yani ular bizning tilimizda so'zlamaganligi uchun biz ularning degan so'zlarini tushunalmadik. Hem biz ularning ahvolidan xabarsiz ekanmiz demasliginglar uchun bu kitobni tushirdik. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Ya'ni bizning bu kitobni tushirishimiz sizlarning agar bizga ularga tushirilgan kitob tushirilgan bo'lsa, biz ulardan bakrak to'g'ri yo'lda bo'lardik deb bahona sabab ko'rsatishinglarga yo'l qo'ymaslik, yo'l qoldirmaslik uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. Sizlarga Rabbinglar tarafidan haqiqat, pokit, hidoyat ve rahmet nazil bo'ldi. Yani haqiqatan sizlarga Arab millatidan bo'lgan payg'ambar Muhammad alayhissalomning tili orqali Allah Teala tarafidan katta bir Qur'on keldi. U Qur'onda halal ve haromning bayoni bordir. U Qur'on dillarga hidoyatdir. Uningga ergashgan ve onun buyruqlari bilan manganlarga u Qur'on Allah Teala tarafidan bo'lgan bir rahmettir. Allah'ның ayetlerini inkar qilgan ve ulardan yüz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Yani payg'ambar ilib kelgan shu Qur'ondan foydalanmagan, uningga ergashmagan ve uningdan boshqasidan voz kechmagan, belki kişilerini Allah Teala'nın ayetleriga ergishishdan to'sqan kishidanmi bakrak o'ziga o'zi uvol qilg'uchi bormi? Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Rabbingning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. Rabbingning ba'zi alomatlar kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degan.
iymon etish va tavba qilishni keyniga taqqan odamga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo kofirlarga, payg'ambarlarga qarshilik ko'rsatganlarga, o'zining oyatlarini inkor qilg'uvchilarga va to'g'ri yo'ldan to'squchilarga tahdid silib mundaq deydi. Ular faqat o'lim farishtallarining yoki Rabbingning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Rabbingning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni aytgan iymonning foydasiz bo'lishi qiyomat bo'lishdan burun qiyomatning alomatlaridan birini ko'rgan chaqda bo'ladigan ishdir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Quyosh hatto o'zi o'ltirgan yer g'arbdan chiqmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Kishilar quyoshning g'arbdan chiqqanligini ko'rganda iymon etadi. Mana bu ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladigan bir vaqtdir. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Quyoshning g'arbdan qayta chiqishi, Dajjalning chiqishi va zamindan chiqadigan bir hayvondan iborat 3 ish maydonga kelganda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Bu hadisni İmam Ahmad mu rivoyat qilgan. İmam Ahmadning qilgan rivoyatida tutun maydonga kelganda degan so'z mi bor. İmam Ahmad Amr ibn Jarirdan mundaq deganligini rivoyat qildi. Marvon Madinadagi chig'ida kishilarga qiyomat haqida so'zlab beryotdi. Buni anglash uchun musulmonlardan 3 kishi Marvonning qishig'iga kelib o'ltirdi. Marvon so'zini davom qilib, qiyomatning birinchi alomati Dajjalning chiqishidir dedi. Shuning bilan u 3 kishi Abdullah ibn Amrning qishig'iga kelib, uningga qiyomatning alomatlari haqida Marvondan anglaganlarini so'zlab berdi. Abdullah ibn Amr u mening payg'ambar alayhisalomdan bu vaqtda yodlaganlarimdan birini so'zlamabdi. Payg'ambar alayhisalom qiyomatning alomatlari haqida qiyomatning birinchi alomati quyoshning patgan yeridan chiqishidir va zamindan chiqadigan hayvonning chashka vaqtida chiqishidir. Bu ikkisidan qaysi avval bo'lib chiqsa, yana biri uning orqadan chiqadi degan edi. Dedi. Abdullah ibn Amr burunqi samaviy kitoblarni o'qigan kishi edi. U so'zini davom qilib mundaq dedi. Men quyoshning patgan yeridan chiqishini eng burun bo'ladi deb gumon qilaman. Chunki quyosh har qitim patqinida arshining tegiga kelib sajda qilib qayta chiqishi uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Alloh taolo uning qayta chiqishiga ruxsat berdi. Alloh taolaning quyoshni patgan yeridan chiqaradigan vaqt kelganda kun burunqidaklar arshining ostidan kelib sajda qilib qayta chiqish uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Uningga javob berilmaydi. Ondan quyosh chiqish uchun yana qayta ruxsat so'raydi. Uningga yana javob berilmaydi. Shu kechidan Alloh xohlagan bir muddat o'tgandan keyin quyosh mubodo o'ziga Alloh taolo tarafidan ruxsat berilgan taqdirdami chiqadigan joyga sharqqa o'z vaqtida yetib borolmaydiganligini tonib yetib, ey Robbim, mening bu yerdan kishilarga chiqib berishim uchun sharq naqadar yiroq deydi. Ufuq xuddi chembardek bo'lganda quyosh chiqishga qayta ruxsat so'raydi. Shu chaqda quyoshga sen mushu o'rningdan chiqqan deyildi. Shuning bilan u patgan yerdan chiqdi deb Abdullah tuvandagi oyatni o'qidi.
Rabbingning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Buni Imom Muslim, Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qilgan. La ilaha illalloh. Rabbingning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni shu kuni kafir iymon etsa, aytgan iymoni qabul qilinmaydi. Ammo u kundan burun iymon etgan, amal ibodatlari yaxshi bo'lsa, u kishi katta bir yaxshilik ustida bo'lgan bo'ladi. Agar u kishi gerçi iymon etgan bo'lsa-mu, lekin amal ibodatlari yaxshi bo'lmay, shu kuni tavba qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilinmaydi. Yuqorida so'zlab o'tgan hadislardami shundoq bayon qilindi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Bu kafirlarga iymon etishni va tavba qilishni u ishlar foyda qilmaydigan bir vaqtga kechiktirilgan kishilarga qattiq bir tahdiddir. Bu vaqt bo'lsa, qiyomatning yaqinlashib qolganligi va uning alomatlarining oshkorlanishiga boshlaganligi uchun quyosh botgan yerdan chiqqan vaqtidir. Bu vaqtda aytilgan iymonning foyda bermaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelinishini kutdi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandaqmi vaz nasihat oladi? Ya'ni bu chaqda vaz nasihat olganligining foydasi bo'lmaydi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning orimizni, bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Al-An'am tefsiriden 158. ayetgacha anladыңlar. Ahirni keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.